hormanglar. Tadbirkorlikni o'rganishni boshlagan Bolajon telekanalining ba'zi muxlislari. Qolaversa kattalar. Ha, bizning loyihamiz nafaqat bolalarga, balki ularning aka-opalari, hatto ota-onalariga ham foydali bo'lishi mumkin. Ularni salqin joyda ushlash Pulni kerak. har yerda topsa bo'ladi. Bugun sizlarni noyob quyonlarni ko'paytirib sotadigan tengdoshlaringiz bilan tanishtiraman. Ularning harakatini ko'rib, sizda ham bu biznes yo'nalishiga ishtiyoq tug'ilsa ajabmas. Quyonchilarni Hormanglar. assalomu alaykum. Men ismim Rayhon. Sizlar Tanishgan Abdulaziz, Abduvoris. Tanishganingizdan xursandmiz. mana ham xursandman. Abdulaziz, men hozir keldim, ishoninglar shuncha quyon. Uyida lekin hayvonni hidi deyarli yo'q. Bilasizlar? Mana hidi bo'ladi, mol boqsa, tovuq boqsa, quyonni chiqarsa tozalab turasan. Bu haftada 2-3 marta Tozalanadi. Po'st olamiz. Ikkasimi, ikkasimi? Ikkalamiz birgalikda общий Yarim bo'lib olamiz-da, keyin tozalaymiz. Eng qimmat quyonlar qaysi shu? mana o'sha orqangizda. $2000 turadi. Yo'q, bir juftimi? Bizni Oyiga $500 topamiz. Toptasan. Chunki kalifli sezoni bo'ladi-da. kalif mana Videomiz atiga 1 minutlik, lekin hozir tez gapirishim kerak. Agar sizlar to'liq videosini ko'rmoqchi bo'lsangiz, 1 minutdan boshlab to oxirigacha ko'rmoqchi bo'lsangiz, YouTube akkauntimizga o'tib olasiz. YouTube akkauntimiz Ideal Scroll deb yozsangiz chiqib keladi. Xudo xolasa to'liq qismini Ideal Scroll YouTube akkauntida ko'ra olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Ideal Scroll va Ideal Farm intervyusini ko'rishni davom etinglar.